Mana bu men yaşayotgan, hayat musafemde nurgun izlarını kaldırıyotgan güzel bir şehir. Nahayeti avat. Turmuş ritmi tiz. Ama adam özünün turmuş alakçiliğiyle yürüydiğen, tasadifilik tolgan bir makar. Mening ismim Qadir. Bir taksi şoförü. Muşu şehirning bir a'zosi. Mening turmushim nihoyat oddiy ham tartibli. Har kun ertaga ayolim Oliyani ishga olib qo'yish bilan kundalik xizmatimni boshlayman. Mana bu shaharda boshqalarga o'xshash turmushim uchun tirishiman. Ayolim doim menga mening turmush bo'lgan talabim yuqori emas deydi. Amaliyotda mening shunday. Men hozir turmushimdan nihoyat qanoatliman ham mahrum. Bizning turmushimizga har xil ehtimollar yushirilgan. Ba'zilar uni taqdir deydi. Yana ba'zilar uni qismat deydi. Lekin men uchun u tasodifdir. Xizmat xarakterimning adoyligi tufaylidan men doim har xil tasodiflarga uchrab turaman. Hatto tasodifilik degan bu so'z mening odat so'zim bo'lib qoldi. Alaylo, mening oliy maktabni bitirib bu shaharni qilib qilishim bir tasodif. Taksi şoförü bo'lib qolishim bir tasodif. Eng muhimi, Oliya bilan aldirashli to'yni tugutishim bir tasodif. Mana shunday tasodifliklar mening hayotimni o'zgartirib turibdi. Men shu o'zgarishlarga moslashib, huzurli yashayapman. Lekin men o'ylab boqmagan, hayot musofamda eng chong o'zgarish paydo qilgan bir tasodiflik. Mana shunday tuyuqsiz hem şunda oddiy, tabiiyla mening hayot yo'limda paydo bo'ldi. U bo'lsin-u Marbiya. Mening ayolim. Men kira qilmayman. Uy, unda qilmoqman meni. Yo'q, ma'quldan ma'qul. Menga gapirib qo'ysin. Voy, men gaz qachilik qilaman. Ma'qul bo'ldi, men so'xlat qilay. Uy, unda qilmoq nech pul o'tdisiz shu. Voy, ya, gap pul demak men. Unda qilmoqman. Voy, men oldirayman, men qilmayman, olib qo'ygan bek. Fursat bo'ldi degan men so'xlat qilib peshiga ketdim. Uy, rasman, ajab yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Ha, bo'ldi, qap qilaman. Sizni avvat qildim. Ya, kerak yo'q. Ma'qulamsa? Ma'qulamsa. Ya, kerak yo'q. Ma'qula xo'sh. Ma'qulamsa? Bo'ldi. Qarab qo'yding, ha? Ha, ma'qulman.
Bugun mening bu hikoyamning boshlangan ham shundaqla oxirlashgan kuni. Men mangu unutolmaydigan bir kun. Au! Texchi kiradi otamsiz. Hay, avak buzilib ketyapti to'chimi? Ha, mana. Ya, ma xaridorni tuziga yersam jiroqroqcha. Kechda qaytib kelgansiz? Ha, biroz sotish bor. Ha, chayni damlab qo'ydim. Ustalni ustiga narsalarni tizib qo'ydim. O'zingiz ichib, andan keyin uxlasiz. Ma'qul. Men uxlavadim, ha? Uxlavra bo'ldi. Ha, voy, ansirma. Ma'qul. Xo'sh. Ha, xudoyim omonat. Koreya Birleşme Agentliğinin 6. fevraldagi xabariga qaraganda Koreya Birleşme Qodir. Qodir.
Yaxshimisiz? Mana do'stlik taqchiqasining telefon numerini deb bering, ha? Ha, ma'qul. Ha, to'xtama. Ha. Ha, ma'qul, rahmat. Yaxshimisiz? Nega saq chiqansizmi? Do'stlik saq chiqansizmi? Men endi ishini faqat bilmayapman. Men dilo ma'lum qilmoqchi. Voy, mening yo'ldishim yo'qolib ketdi. Yo'ldishim kecha joy kelmadi. O yo'qolib ketganda naqsh soat bo'ldi dama. Yo'q, u faqat bunda chiqib baxmagan. U vaqtga bek loyiq qiladi. Va uning bir ish bo'lib qolamdikin deb ansirab ketyapman. Voy, yonfiniga to'sib qilsam ilinmidi. Yonfini faqat ilinmayotdi. Uning ismi Qadir, Abduqodir. Shundaq, men uni ayoli. To'g'ri, u mening yo'ldishim. Ha, adresimizlar Do'stxo'yli 67-ko'cha 6-bino 12-qavat 1201 nomerli qo'y. Yangi yo'li 23-ko'cha 8-bino 1-qavat 101-uy. Taksi deydi. Ha, shundaq o'zing mashinasi shirkatning emas. Voy, bu hozir taksi shoförlarini bulaydigan ishlar shundan jiqtirsa. Voy, shirkat buningla aloqa qilishamayotdi-da, privata uchirdimikin deb shunchalik asrab ketyapman. Vaqtcha debili? Bak. Uning xizmat tartibi intayin xizilgandan, ha? Aroq? O azaldan aroq mashina etmaydi. Nima? Necha soat yo'qib ketganki, dilo ma'lum qilib bo'lmaydi demsiz? Amsa odam o'lganda ma'lum qilsam bo'ladi. Doktorxona? Yo'q. Tig' so'rab baxmadim. Bo'yning egizligi 170. 70 kilo. U semizmi emas? Qo'riqmi emas? Allohligi, taxmin desam bo'lar. U baqamlashgan. Qamlashgandan, ha? Rahmat sizga. Ha, rahmat sizga. Ma'qul, xo'sh. Doktorxona? Merkezi Hava İstansı'nın oturuşuna asasen Kızılıra'nın ciddi agalandırış elan kılındı. Dünya hava klimatının geçişi ve eriyliğinin hava klimatının eserden şehrimiz tarihli bir görüp bakmanın güçlü suat etmenin eseri güçlü. Şehrin devletkiler derya suyunusu değişikleri ecele inandı. Ömür yol, taşyol katlaşları edilmede beklendi. Ayrıportla yağmur arası kanun zerresi güçlü. Havanın turasızlığından katlaşmakta ayrıport katladı. İgərişimizcə yağmurlarımız Q3 10 kilometr böldürdə aymışı mümkün. Peki, Kesman 19 ətrafına onun gücü aslasına artışlaydı. Su anlarının su yüz götürmüşü telkopik sebebinin tüplü su çıkış yılları geçiyordu. Şehrimiz bu bütün kavratın zərbiske iyi bir derece tutacak, bazı kaller 8 yıl öğü bölündü. 17 öğü kaderli ağırdı. Bu ağırlarını Allah'ta ve güven kadırları ciddi karmaklaştırıp 6. bırakmış bölgeleri ortaştırdı. Saksörlerimizin ilerişimizce azıcık 4 adet izleyeceğiz. Oranın toksinlerin üzerindeliğinden bütün şehrin 30% dairesinde tok toplandı. Toksitlerin salgınları bütün gücünü çıkarıp tezlikli o şeyler alındığını ifade ediyor. Xudo qodir, nimda kelmaydigansiz? Xudo qodir, nimanda kelmaydigansiz? Voy Xudoyim, chiqdiqning yo'qini turman demeniki. Voy, deb qo'rqdim bunga. Xudo qodir.
Ay. O ne buldu? Ha? Ona ne buldu? 8. 8? Ha 8? Ne 8? Ha? Ne 8? O şu ne 8 deme? 8. qavat. Yeni to'xtab qolib. Ko'tarib chiqdim. Ya, muşunçuluk işi bitti. Nasıl hatırlı ne buldu? Kim o? Ha? Kim o? Yaxshimisiz? İsmim Akbar. Do'stlar chiqasizmi? Voy, hiboyatlarni soqchiqaman telefon qilgandim. Kachiroq, men kecha soqchiqam emas. Yo'lchimas Qodirxon bilan doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limida uni yazin tag'diq. Ne? Ciddi kutsunuz? Kadın! Ne buldunuz? Artık sıkıştırdınız mı? Yo'q. Yo'lchimas bir ishtiraylik o. Şiştirayıştı? Hey! Başınızdayken ne şiştirayıştırdınız? Marafkam! Bizim durmuşumuz için maalesef gibi. Adam duruştu kendine okulattım da. Adiyen kopup herkes kulattım. Erketimini kıtıp naşta sayarladım. Adiyen olsam o yok. Şuna olan bir iş çıktığını benim kımılıp tuygan değil zaten. Hech qanday ish yo'q. Uning mamasi adab silkinib tashlab. Ne? Meni silkinib tur? Ha? Voy, mavjud ovqatim. Ay. Qatida bo'lib, hech qanday to'g'risi yo'q. Ay. Hiç korkmam bozuldu sizge. Ay. Sol beklerdi dostlar. Oturan. Çaydan açık. Aras qara. Men Qodirxonni do'may. Yanni qaytirgan do'rsi. Og'riq pasaytirgan do'rsi. Oy bichara. Bu qodir. O og'riq pasaytirgan do'rni kunda bir qatimda birini. Oyunda ben telefonumu vurup koymaysız deyman. Balkim u sizni ansirimsin deb o'ylagandir. Hey! Acep ben telefon kısam telefonunuzu elinmeden. Qarang, o telefonni ishlab buzib etsa. Güvettiler. Hey! Nasıl kızınız var? Ya. Ondan olsun ben kalkan getirmedin pişirip çayı. Ay, to'xtang ha. He? Men qarang, jinim. Hı? Bu naştığı Petermant. Ya, hamdo. Hey! Diye işletken kurucumcuk koğun temli. İşletkenler. Allah, mana. Her xil tamdik manta, mana. Qarang, jinim xotin. Hamda yesam qusib bitirma. Hey! Ben çok işini katkan sen yakıp bakatırsam. Onu pişiretinsen ziyan bak yetmem de o. Vay yarlan adam bir kızıksız babam da. Petermantı'dan sizin teşvikler. Ama ma'qul. Bizning tunji qilgan ishimiz yo'q. Biroq san'at o'yiniga dialoglarimiz yo'q, o'yinlarimiz o'xshaydi yo'ki ba'zi harakatlarimiz ham kirgan kasal o'zgarishlar bo'ldi endi. Agar xatolik bo'lib qolsa, chavakni to'xtatchilik. Boshqa gap yo'q. Qag'inni qiyib qanqib. Hadi oturaylik valla. Türkiye'de devam et. Sonra keşif geldi keşif. Ayağımın gibi şeylik kılırlar ki böyle. Ayağısının en yumurluk tipi muşlu. Bir hareketim küldürüp atar. Müzik oldum başta.
Sizni alqaq ko'rishga bog'lab keldim. Tamaşalar keldim sizga nisbatan. Ya demek benim çıkışım yoktu ya. Yani bir dakika. Aça. Maaş ikimiz deydi alır oldu. Kendilerken akıydı. Ama çalıştırıyorsunuz da şöyle. İkiz kuşundan yutulup koymuyor. Muhabbet unime Baxit kuşum Aşıqның oxlamay Körgen çüşüm Sadaqat aksine Gadaylik şan Baharga çümler Uzun kışımı Muhabbet unime hayatqa bize Yürekке kuşlar Yana bir yürek Muhabbet bekle insanlar aziz Söygüsüz bu cananğa Cihan ne gerek Muhabbet unime Baxit kuşum Aşıqның uxlamay Körgen çüşüm İnsanlar aziz Söygüsüz bu cananğa Cihan ne gerek Hasret unime Baxit kuşum Aşıqның oxlamay Körgen çüşüm